DeepSeek AI qurali güven sistemasi ulandı. Uquşmay tövəndiki suallarını sorab qalsanız saqçılar sizni çay içishga taklif qilishi mumkin. Bu filmni bolalaringizga, tunish bilishlaringizga chuqur aytib beraman. Kutilmagan fojialarning oldini olaylik. AI izodi omadmi yoki bola qizami? Olamdagi ajoyib g'aroyib ishlar qiziqsangiz, menga ergashing. Shu DeepSeek AI'dan olamdagi har qanday savolni so'rasangiz, uningga javob beradi. Lekin uningdan so'ragan har bir savolingiz Tor bexatarlik idorasiga saqlanib maqdi. Chet elda 2023-yilda ChatGPT yeniden e'lon qilingan vaqtda bir turkum kishilar shu qonunda cheklanadigan bir qism xatarlik buyumlarni qanday yasab bo'lganligini ChatGPT'dan so'rab solgan. GPT uningga o'xshash bo'lmagan 5 talla bozorga berib, tuvandagi tizimlikdagi plan narsani setib olgan. Ondan ularni mundaq nisbatda aralashtirib yasab, ma narsani ayirib chiqib birga kelsang, munda narsa paydo bo'ldi deb daplib o'tgan. Bu savolni so'ragan kishilarni uzoq qolmay soqchilarning qo'liga tushgan. Yaqinda Jo'jan o'lkasidagi Shavshan noyasidan bir ayol talla bozordan qiymati 4500 yillik meyveci ve bir narsani o'g'irlab olgan. Ya'ni bir amallarni ishlatib pul to'lamay turib ichib ketgan ash meyvelarni. Lekin bu ayol o'zining qilmishdan azroq ansirgan sir qo'rqqan. Voy turmida yetib qolamanmi? Men tutib ketamanmi deb jiddiylashgan sir qilmishining og'ir yenikligini, qanchalik jazo berilganligini bilgisi kelgan. Boshqalardan so'rashga petlanmagan, advokatdan maslahat olishga jur'at qilmagan. Shuning bilan to'rda hammadan ishiltayotgan shu DeepSeek AI qurolidan mundaq maslahat so'ragan. Hozir sening salohiyating bir tajribali advokat. Men yaqinda 2 qatim talla bozorga kirib, qiymati 4,5 ming ko'ylak narsani ichib ketdim. Pul bermadim. Men bir amal tepib bergan bo'lsam, qanday qilib shu qonunning jazo berishdan qochib qutula olayman deb so'ragan. DeepSeek 10 sekund qattiq o'ynab o'tgandan keyin uningga zangmalni darhol talla bozorining egasiga qaytarish kerakligini, ham amal qilib ularning apu qilishini qo'lga keltirishni, ondan darhol o'zini soqchiga ma'lum qilib jinoyatni aynan topshirishni undigan. Shuning bilan bu ayolning achchig'i kelib, men qanday qilsam qonunning yuchug'idan saqlanib qolaman deb so'rasam, sen nimani o'zingni ma'lum qil deb yuraysan deb bu AI'ga ranjigan. Shundan DeepSeek bilan bo'lgan bu paran xotirasini soqchilar so'din qilib olgan. Ham bu ayolni tutib tekshirgan. DeepSeek bilan bo'lgan mushu paran xotirasi bu ayolning o'zining qilmishiga qat'iy pushaymon qilmaydiganligiga po'latdek isbotlanib ta'minlagan. Demak, DeepSeekdan foydalanib qanday pora berish, qanday pora olish, qizlarni qanday aldab qo'lga keltirib olish, o'g'illarning pul mollarini qanday qo'yish, bolalarni qanday o'g'irlab ep ketish qatorli qonunsiz savollarni so'rab qolsangiz, soqchi sizni qahva ichishga taklif qilishi turganli gap. Undaqda AI'dan unumli foydalanғалы bo'lamdi. AI'dan zodi qanday savollarni so'rash kerak? Menga erishib kerak bo'layotgan keyin inkas rayonida so'raydigan savollarimizni deyish boqaylik.